Keyingi iqtibosimiz Clayton Christensendan. Juda yaxshi iqtibos. Ancha yordam beradi deb o'ylayman sizlarga. Men o'zim bunga amal qilaman. Iqtibosni ma'nosi shunaqaki, hayotingizdagi muammolarni va qiyinchiliklarni yechmoqchi bo'lsangiz, siz ularni chuqur asl sabablarini tushunishingiz kerak. Asl chuqur sabablarni tushunish 5 ta savoldan boshlanadi. Misol, sizda hayotingizda muammolar bor. Deylik, bir pul topmayapsiz. Motivatsiyangiz yo'q ishlashga, o'zingizning biznesingiz yo'q, o'zingizning blogingiz yo'q. Uzoq vatanda yashab yuribsiz, oyligingizni oshirib berishmayapti. Chuqur asl sabablarini bilishimiz kerak. Ya'ni men orada 1-2 oy kitob o'qishdan ozgina cheklanib qoldim. Mana shu iqtibosni mohiyatiga amal qilgan holatda nima qildim? Nimaga men kitob o'qiy olmayapman? Ya'ni men kitob o'qiy olmayapman. Menda g'oya kelmayapti. Oldin doim g'oya bo'lardi. Ne g'oya kelmayapti? Kitob o'qimayapman men. Nima kitob o'qimayapman? Vaqt ish ko'payib ketdi maktabda. Orada o'sha iqtibos ham shuning uchun chiqmay qoldi asli, ish ko'payib ketgani uchun. Xo'p, nimaga men ish vaqtida o'qishim shartmi kitob? Ish vaqtidan boshqa vaqtim yo'qmi? Ish vaqtidan boshqa payt, kech payt, ertalab bor ekan. Xo'p, nega men ertalab kitob o'qimayapman? Chunki ertalab voqli tura olmayman oldindagi. Nimaga voqli tura olmayapman? Chunki kech uxlayapman. Nega kech uxlayapman? Ana telefonda qolib ketyapman yoki qayerdadir mana Telegramda qolib ketyapman. Mana, demak shunday yo'qotsam, men g'oya paydo bo'lar ekan menda. Demak, chuqur asl sabablarga borish kerak va odam o'zi bilan o'zi Feynman aytgandek honest, haq bo'lish kerak. Ya'ni aldamaslik kerak. O'zini o'zi aldab qo'yish oson. Aldamasdan asl sabablarni aytish kerak. Nima bo'ldi? Nimaga shu ishlarni qilyapman yoki qilmayapman? O'shanda biz muammolarimizni yecha olamiz. Nimaga men odamlar bilan teskariman? Chunki ular bilan men konfliktga borgan edim. Nega konfliktga bordim? Chunki jahl chiqib gapirib bordim. Xafa qiladigan gaplar gapirib qo'ydim. Nega xafa qiladigan gaplar gapirib qo'ydim? Nega jahlim chiqdi? Chunki men boshqa narsa kutgan edim. Nega men boshqa narsa kutgan edim? Chunki odamlardan o'zi kutuvim bor. Nega men odamlardan kutuvim bor? Bilmayman, shu kutuvlarni bajarsa menga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Nimaga menga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman? Chunki men o'zimni yaxshi his qilishni boshqa odamlarga bog'lab qo'yganman. Qarang, mana shunaqa qilib ko'lab 5 ta, 6 ta, 7 ta, ba'zan 9 ta nega qayerdan deb savollar beramiz. Oho, ana chiqadi. Energiyam kam. Nega energiyam kam? Bu yerda yarim soat uxlay olmayapman. Yoki kechqurun kech uxlayman. Nega kechqurun kech uxlayapman? Ishlarim qolib ketyapti. Nega ishlarim qolib ketyapti? Chunki ishlarimni ish vaqtida bitirmayman. Nega ish vaqtida bitirmayman? Chunki telefonga qarab o'tiribman. Nimaga telefonga qarab o'tiribman? Chunki u meni qizuv, screen time qo'ymaganman, blok qilib qo'ymaganman. Nimaga blok qilib qo'ymaganman? Blok qilib qo'yishni bilmayman. Ya'ni mashinga borib taqaladi. Screen time ishlatinglar. Bu haqda maqola ham yozdim. Link tashlab ketamiz. Mashhur Ibrohim. Ma'lumotlarda qayerdadir mana. Screen time, Opal degan programma bor, AppBlock bor, Kidlogs bor, farqi yo'q. Har qanaqangi programma kod qo'yib telefongizga berib qo'ying. Qachondan beri aytaman bu narsani. Men o'zimda bir yillar bo'lib ketdi buni qo'yib qo'yganimga. Doim kimdadir ishongan odamning parollari turadi. Mumkin emas. Kunni birinchi yarmida ayniqsa men o'zimdan ham ketib qolaman. Ba'zan ketdim, shu kunim rasvo bo'ldi. Telegram bir-biriga ulanib ketadi, maqola o'qiyman, ketdi, ishim qolib ketadi. Ishim qolib ketdimi, endi kech-kecha shu ish qilish kerakmi? Xohlamaysiz, ertalab turasiz, endi energiya yo'q, mana shunaqa bir-biriga ulanadi. Ya'ni mana shu iqtibosga amal qilgan holatda biz asl chuqur ildiz sabablarini bilishimiz kerak. Ko'lab bu vaqt oladi, tabiiy. Lekin bu iqtibosda gaplashganmiz, insonning hamma muammosi, Blaise Pascaldan bu, hamma muammosi o'zi bilan o'zi yarim soat o'tirib yolg'iz qola olmaganidan. Biz yolg'iz qola olmaymiz. Hattoki yolg'iz qolsak ham hozir bizda Instagram bor, Telegram bor, yolg'iz qoldirishga qo'ymaydi. Yaqinda bitta dastur ko'rdim, Zenly degan, yani u yo'q bo'lib ketibdi shekil. U do'stlaringizga qattaligingizni ko'rsatib turar ekan. O'zingiz yolg'iz qolgan paytingizda o'sha kirar ekansizda, yan atrofingizda kim bor? O'sha Zenlyga a'zo bo'lgan, o'shaning oldiga borib olsangiz mumkin ekan. O'shanga yolg'iz qolishni ham bilishimiz kerak.